Әмден 6 yaşga kirgan, ig'izdan sut puruq ketmagan bu o'g'il bola layoqat bir harbiy bo'lish orzusiga yetish uchun bir tal saranga ko'yib bo'lguncha harbiy formasini kiyib, shadman qushga o'xshash jang maydoniga yugurib chiqdi. Tuyuqsiz kutilmagan ish yuz berib, dushman armiyasining bombardimonchi aeroplanining hujumiga uchrab qoldi. Shiryuja buni ko'rib bang'liqib turib qoldi. Vaqtga yarasha qo'mondan dalasi vaqtida yetib kelib, uni qutqizib oldi va bir o'rakka yo'shirib qo'ydi. Shiryuja o'rakdan beshini chiqarib atrof qarayotganda yana bir zambirak o'q tushib portildi. U urushning vahimasini tunji xitim his qildi. Gazarmoq qaytib kelgandan keyin u yardorlarga biror ish qilib bermoqchi bo'ldi. Lekin Sistra uningga bu yerda qalayimqanchilik tug'dirmaslikni aytdi. Orqadan u chidirga kelib, yardorlarning varqirgan ovozini anglab, Shiryuja cho'ng odamdek istakanda suv to'shib, har bir yaralangan jangchiga suv ichkizib, o'zi qila oladigan ishlarni qildi. Yardorlarning hammasi uni ish o'qitgan aqlliq deb maqtadi. Bu jangchi uydan kelgan xatni olib Shiryujaga o'qib berishni aytdi. Ammo u maktab qarshi ko'rmagan bu bolaning savodsizligini bilmaydi. Shiryuja faqat o'zining qobiliyatiga tayanib, uning oilasining omon esanligini, o'zining salomatligini asrashini yozganligini aytdi va ancha-muncha gapni qamlashtira olmay taq-tuq gap qilib yardorlarni kuldiribdi. U yana yardorlarga yurtini sig'inish naqsini aytib, yardorlarni ta'sirlantirib yig'iltibdi. Orqadan u dadasini izlab berib, uningga harbiy kiyim tikkan tikkuchiga rahmat etmoqchi bo'ldi. Dadasi uni tikkuchining uyiga boshlab kelib, uning uyining xarobiylik aylanganligini ko'rdi. Ular tikkuchining qurbon bo'lganligini bilib, dadasi bosh kiyimini elib ta'ziya bildirmoqchi bo'ldi. Shu paytda Shiryojami o'zining harbiylik mas'uliyatini his qilib, dadasiga o'xshash harbiy shapkasini oldi. Keyin u gazarmaga kelib, dadasidan o'ziga vazifa topshirishni o'tindi. Dadasi uni jangchilarga kelgan xatni yetkazishga o'rinlashtirdi. Shiryoja xushal bo'lib, xatchak so'mkasini yudib, jangchilar kelgan xatni tarqatdi. Xatni topshirib olgan jangchilar uning rahmat etish uchun usul o'ynab berdi. Qurbon bo'lgan jangchilarning xatini topshirib berolmaganda, u harbiy shapkasini elib ularga ta'ziya bildirdi. Harbiy gazarmaga qaytish yo'lida Shiryoja razvedchiklardek yasinib, turbin bilan atrofni ko'zlab o'tib, o'ylamgan yerdan o't chöp tövs orasiga yoshirilgan Germaniya askarlarini bayqab qoldi. Ajrimiz uchun yurak besvatgach, inkas rayoniga 6 raqamini yo'llab qo'ying. Bu kinoning to'liq qismini shaxsiyat salonida qo'shib 77 raqamini yo'llab ko'ring.